Bugungi mavzu gematopoez, ya'ni qon shaklli elementlarning hosil bo'lishi. Gematopoezni o'rganadiganimizda biz ikki xil turi bor deb o'rganamiz. Birinchisi embrional gematopoez, ikkinchisi post-embrional gematopoez. Embrional gematopoez nima? Ona qornida qonning hosil bo'lishiga, embrional rivojlanish paytida qonning hosil bo'lishiga embrional gematopoez deyiladi. Post-embrional gematopoez nima? Bola tug'ilgandan keyin qonning hosil bo'lishiga post-embrional gematopoez deyiladi. Embrional gematopoezni ham biz ikkita turga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi angioblastik gematopoez. Angioblastik. Bu nima degani? Qon tomirlarida qonning hosil bo'lishi degani. Va undan tashqari yana bo'lib o'rganamiz. Bu xususiy qon hosil bo'lishi deb o'rganamiz. Ikki xilga bo'ldik. Angioblastik va xususiy qon hosil bo'lishiga bo'lib o'rganamiz. Angioblastik gematopoezda yana ikkita turi mavjud. Bu qanday bo'ladi? Bu turlar o'z navbatida birlamchi eritrotsitlarning hosil bo'lishi va ikkilamchi eritrotsitlarning hosil bo'lishi. Xuddi mana shunday qilib gematopoezlarni bosqichma-bosqich o'rganamiz. Birinchisi birlamchi eritrotsitlarning hosil bo'lishi. Angioblastik davrda eng birinchi navbatda sariqlik qopchasi paydo bo'lib, sariqlik qopchasidan mezenxima hujayralari qon orolchalari shaklida ajralib chiqa boshlaydi. Mana mezenxima hujayralari qon orolchalari shaklida ajralib chiqa boshlaydi. Mezenxima hujayralari o'zi aslida yumaloq shakldagi va bir nechta tolalardan tashkil topgan hujayralar bo'lib, bu hujayralar vaqt o'tishi bilan o'zini tolalarini yo'qotib, o'zak hujayraga aylanadi. O'zak hujayra. Endi sariqlik qopchasida qon hosil bo'lishida, sariqlik qopchasi paydo bo'ldi, mezenxima hujayralari qon orolchalari shaklida ajralib chiqdi. Mezenxima hujayralari o'zlarini shokilalarini tashladida o'zak hujayraga aylandi. Yaxshilab e'tibor beringlar. Qon orolchalarining markazidagi hujayralardan birlamchi eritrotsitlar paydo bo'ladi. Yoki biz ularni o'z boshqacha nom bilan megalotsitlar deymiz. Megalotsitlarning gistogenezi o'z navbatida quyidagicha kechadi. Ya'ni gistogenezi bunda bo'ladi. Birlamchi eritrotsit hujayrasi megaloblast hujayrasiga aylanadi. Megaloblast hujayrasi o'z navbatida megalotsit hujayrasiga aylanadi. Bu birinchi bosqich hisoblanadi. Bunda qanday bo'lyapti? Yana qaytadan aytyapman. Sariqlik qopchasi rivojlanyapti. Sariqlik qopchasidan mezenxima hujayralari, o'zak mezenxima hujayralari qon orolchalari shaklida ajralib chiqyapti. Mezenxima hujayralari o'zlarining shokilalarini, tolalarini yo'qotyapti-da, o'zak hujayraga aylanyapti. O'zak hujayralar qon orolchalarining markazidagi o'zak hujayralardan megalotsit hujayralar, ya'ni birlamchi qon hujayralari hosil bo'lyapti. Buni gistogenezi qanday bo'ladi? Gistogenezi birinchi birlamchi eritrotsit hujayrasidan keyin megaloblast hujayrasidan keyin esa megalotsit hujayrasi. Birlamchi eritroblast hujayrasi qanday hujayra? Shakl jihatdan yirik hujayra bo'lib, markazda joylashgan yirik yadrosi va organoidlar kuchsiz rivojlangan bo'ladi. Faqatgina bularda ribosomalar ko'proq joylashganligi bilan qolganlardan farq qilib turadi. Keyingisi megaloblast hujayrasi. Megaloblast hujayrasi ham xuddi shunday, shakl jihatdan yirik hujayra, yadrosi markazda joylashgan, zich yadroga ega, organoidlari kuchsiz rivojlangan. Faqatgina bunda ribosomalar va polisomalar kuchli rivojlanganligi bilan qolgan hujayralardan farq qiladi. Va keyingisi megaloblast hujayra o'zida gemoglobinni sintez qilishni boshlashi bilan, sekinlik bilan megalotsit hujayrasiga o'tishni boshlaydi. Bu hujayra gemoglobinni sintez qiladi, yadrolar, organoidlar sekinlik bilan bir tomonga qarab suriladi va ma'lum vaqt o'tgandan keyin yadrolar, organoidlar hujayradan tashqi tomonga qarab chiqib ketadi, chiqarib yuboriladi va o'z navbatida megalotsit hujayrasiga aylanadi. Megalotsit hujayrasi hozirgi eritrotsitlar bilan bir xil hujayra, faqatgina u shakli kattaligi bilan qolgan hujayralardan farqlanib turadi. Xo'p, endi bu bosqich tugayapti. Yaxshilab e'tibor beringlar. Qon orolchalarining markazidagi hujayralardan megalotsit hujayralari hosil bo'ldi. Qon orolchalarining periferiyasidagi hujayralar sekinlik bilan yassillashadi va qon tomirlar hosil qilishni boshlaydi.
qon tomirlar devorini hosil qilishni boshlaydi, endoteliyalarni hosil qilishni boshlaydi. Endi vaqt o'tishi bilan bu jarayon tugaydida ikkilamchi eritrotsitlar hosil bo'lishi boshlanadi. Ikkilamchi eritrotsitlar hosil bo'lishi ham o'z navbatida o'zak hujayradan rivojlanadi. O'zak hujayradan. Buni ham bosqichlari bor. Bosqichi qanday bo'ladi? Ikkilamchi eritroblast bosqichi o'z navbatida sekinlik bilan pronormatsit bosqichiga, pronormatsit bosqichi oksifil normatsit bosqichiga, oksifil normatsit bosqichi esa ikkilamchi eritrotsit bosqichiga o'tadi. Ikkilamchi eritrotsitlarning hosil bo'lishi biroz ko'proq bosqichlarni egallab qo'yadi. Endi bu hujayralar ma'lum vaqtdan keyin qarigandan keyin nobud bo'ladi. Nobud bo'lgan eritrotsit hujayralarini qon tomir devoridagi endoteliy hujayralari yeb bitiradi. Yeb bitirib nobud qilish vazifasini bajaradi. Yaxshilab e'tibor beringlar. Qon tomir endoteliy hujayralarining atrofida o'z navbatida limfatsit hujayralari va o'z navbatida megakariyotsit hujayralari ham joylashgan bo'ladi. Qon tomiridagi limfatsitlar, megakariyotitlar qon tomir atrofidagi hujayralardan hosil bo'ladi. Bu joyda qon hosil bo'lishi ikki xil bosqichda kechadi. Birinchi bosqich intravaskulyar bosqich. Ikkinchi bosqich ekstravaskulyar bosqich. Intravaskulyar bosqichda qon hosil bo'lishida qon tomirlarining ichida qon hosil bo'lishi. Ya'ni bunda hosil bo'lyapti, eritrotsitlar hosil bo'lyapti. Ekstravaskulyar bosqich qon tomirlarida atrofida, qon tomirlaridan tashqari qon hosil bo'lishi. Bunda hosil bo'lyapti, leykotsitlar va trombotsitlar hosil bo'lyapti. Ikki xil bosqichda amalga oshiryapti. Nobud bo'lgan qonning hujayralarini yeyapti, o'zi bilan yo'q qilib berish vazifasini bajaraveryapti. Qon tomir devorining endoteliy hujayralari. Bularni nobud qilib berish vazifasini bajarib beryapti. Endi bu bosqichlar faqatgina embrional rivojlanish bosqichidagina bo'ladi xolos. Bu bosqich hech qachon sog'lom odamlarda kuzatilmaydi. Qachonki qandaydir patologiyalar bo'lsa, kuchli anemiya kuzatilsa, oq qon kasalliklari kuzatilsa, bu bosqichlarni odamlarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Post embrional davrda. Lekin qolgan bosqichlar faqatgina embrional davrda amalga oshiriladi. Xo'p, bundan tashqari holatda 5-haftaga kelgandan keyin angioblastik qon hosil bo'lishi tugallanadi va o'z navbatida xususiy qon hosil bo'lishi boshlanib ketadi. Bu faqatgina 5-haftadan keyin kuzatiladi. Xususiy qon hosil bo'lishini ham biz yana bosqichlarga bo'lib olamiz. Bu qanday bosqichlar? Jigarda qon hosil bo'lishi, taloqda qon hosil bo'lishi, timusda qon hosil bo'lishi, limfa tugullarida qon hosil bo'lishi va o'z navbatida suyak ko'ngida qon hosil bo'lishlariga bo'lib turib o'rganamiz. Jigarda qon hosil bo'lishi embrional rivojlanishda 5-haftasiga kelganda, jigarda qon hosil bo'lish jarayoni boshlanadi. Bunda qanday bo'ladi? Birinchi navbatda jigar shakllanadi. Jigar shakllangandan keyin jigarning ichiga qon tomirlar va retikulyar to'qimalar o'sib kirishni boshlaydi. Bular o'sib kirgandan keyin 5-haftaga kelib sariqlik qopchasi sekinlik bilan yemiriladi. Sariqlik qopchasi yemirilgandan keyin bundan ajrab chiqqan o'zak hujayralar jigarga ko'chadi. Jigarga ko'chgandan keyin jigarda 5-haftadan boshlab jigarda qon hosil bo'lishi boshlanadi. Jigarda ham jamiki eritrotsitlar, leykotsitlar va trombotsitlar hosil bo'lishi boshlanadi. Eritrotsitlar hosil bo'lishida asosan jigarda ikkilamchi eritrotsitlar shakllanadi. Ikkilamchi eritrotsitlarning gistogenezini narigi tomonda yozib ko'rsatdim. Keyingisi limfatsitlar hosil bo'lishi. Jigarda asosan limfatsitlardan eozinofillar bilan neytrofillar hosil bo'ladi. Ya'ni granulyar limfatsitlar hosil bo'ladi. Granulyar. Trombotsitlardan biz buni qon tomirlar devorining atrofida yirik bo'lib joylashgan megakariyotitlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Megakariyotitlar sekinlik bilan shakllanib turib, o'zini ma'lum bir qismini uzib chiqarib, trombotsitlar hosil qilishni boshlab beradi.
jigarda qon hosil bo'lishi 5-haftalikdan boshlanib, embrionni tug'ilishini eng oxirgi oylargacha davom etadi. Eng oxirgi oylarga kelganda jigarda qon hosil bo'lish mutlaqo to'xtaydi. Jigar faqatgina qari trombotsitlar, qari eritrotsitlar uchun qabriston vazifasini o'taydi xolos. Bundan boshqa vaziyatga o'tmaydi. Xo'p, keyingisi taloqda qon hosil bo'lishi. 8-9 haftasidan boshlab taloqda qon hosil bo'lish boshlanadi. Taloqda ham o'z navbatida eritrotsitlar, leykotsitlar, trombotsitlar hosil bo'lishni boshlaydi. Vaqt o'tishi bilan eritrotsitlar bilan leykotsitlarning hosil bo'lishi sekinlik bilan taloqda to'xtaydi. To'xtagandan keyin trombotsitlarning hosil bo'lishi taloqda sekinlik bilan davom etadi. Trombotsitlarning hosil bo'lishi bola tug'ilgandan keyin ham dastlabki haftalarda taloqda hosil bo'lib turadi. Undan keyin to'xtaydi. Taloq qari eritrotsitlarni va qari leykotsitlarni, trombotsitlarni qabristoniga aylanib qoladi. Taloqda qon hosil bo'lishi ham embrional rivojlanish paytida mutlaqo to'xtaydi. Keyingisi limfa tugunida qon hosil bo'lishi. Limfa tugunida birinchi shakllanadi limfa xaltachasi. Limfa xaltachasidan mezenxima hujayralari ajrab chiqa boshlaydi. Va mezenxima hujayralaridan mezenxima sinsitsiyasidan qon hosil bo'luvchi muhit hosil bo'ladi. Mana ajrab chiqqan ma'lum bir mezenxima hujayralari o'zak hujayralarga aylanadi. O'zak hujayralarga aylangan zahoti bulardan ham o'z navbatida qon hosil bo'lishni boshlaydi. Limfa tugunlarida ham eritrotsitlar va trombotsitlar hosil bo'ladi. Faqatgina bularning hosil bo'lishining to'xtashi limfa tugunida limfatsitlarning hosil bo'lishi boshlanishi bilanoq yakunlanadi. Ya'ni eritrotsitlar, trombotsitlar hosil bo'ladi. Qachonki limfatsitlar hosil bo'lishi boshlanishi bilanoq bularning hosil bo'lishi yakunlanadi. Limfa tugunlari asosan B limfatsitlarni hosil bo'lish a'zosi hisoblanadi. B limfatsitlar asosan limfa tugunlarida hosil bo'ladi. Endi voyaga yetgan organizmda B limfatsitlarning o'zak hujayralari suyak ko'migidan limfa tugunlariga ko'chib o'tadi. Suyak ko'migidan limfa tugunlariga ko'chib o'tib turadi. Xo'p, keyingisi timusda qon hosil bo'lishi. Timus ham o'z navbatida buqoq bezi deb beryapti. Ayrismon bez to'sh suyagining orqasida joylashgan bez hisoblanadi. Timusda qon hosil bo'lishi ham embrional rivojlanish paytida boshlanadi. Embrional rivojlanish paytida timusda ham eritrotsitlar, ham leykotsitlar, ham trombotsitlar hosil bo'lish boshlanadi. Embrional rivojlanish paytida eng oxiriga kelib turib, eritrotsitlar va trombotsitlar hosil bo'lish tugaydi, to'xtatiladi. Timus faqatgina T limfatsitlar bilan B limfatsitlarning asosiy hosil bo'lib beradigan joy hisoblanadi. Timusga o'zak hujayralar embrional rivojlanish paytida jigardan va suyak ko'migidan ko'chadi. Timusga o'zak hujayralar embrional rivojlanish paytida jigardan va suyak ko'migidan ko'chadi. Odam balog'atga yetgandan keyin timusga o'zak hujayralar faqatgina suyak ko'migidan ko'chadi. Endi keyingisi suyak ko'migida qon hosil bo'lishi. Embrional rivojlanish paytida 5-oylarga kelib turib, suyak ko'migida qon hosil bo'lish boshlanadi. Masalan, uzun naysimon suyakni oladigan bo'lsak, uzun naysimon suyakning butun tanasi bo'ylab qon hosil bo'lishi boshlanadi. Qonda asosiy shakl elementlari eritrotsitlar, leykotsitlar, trombotsitlar suyak ko'migida hosil bo'lishni boshlaydi. Bola dunyoga kelishdi, boshlashi 9-8-oyga kelishi bilan bolada sekinlik bilan sariq ilik shakllanadi. Sariq ilik. Uzun naysimon suyaklarning o'rtasida sariq ilik shakllanishni boshlaydi. Va qon hosil bo'lishi qizil ilik asosan suyakda epifiz va metafiz qismlariga ko'chadi. Epifiz metafiz qismlarida hosil bo'lishni boshlaydi. Suyak bola tug'ilgandan keyin eng asosiy qon yaratuvchi a'zo sifatida shakllanadi, qoladi. Shu bilan to'xtaydi.